Ishonasizmi, menga eng ko'p beriladigan savol quyidagicha. Doktor, meni hayz ko'rganimga shuncha kun bo'ldi. Qaysi kuni folikulam yoriladi yoki qaysi kunlari ovulyatsiya bo'lyapti, hisoblab bering deyshadi. Kuniga 20 tadan 30 tadan ushbu savollar keladi. Men ushbu savollarni endi umumiylashtirib, bitta qilib eng sodda tilda sizga tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, ya'ni folikularning o'sishi va yorilishini kuzatish uchun doim biz hisobni qon ko'rgan kundan hisoblaysiz. Ya'ni qon ko'rgan kunni birinchi kunidan va ushbu kundan sanab ketib 11-kuni UZIga borasiz va UZIda tuxumdonlarning ichidagi mayda folikulardan qaysi biri ustunlik qilyapti, ya'ni dominantlik qilyaptimi kuzatish bo'ladi. Va 13-kuni borasiz. 13-kuni borganingizda ushbu folikular yorildimi yoki yorilmadimi kuzatasiz. 15-kuni kontrolni yana UZIga borasizda ushbu folikular yorildimi yo'qmi kuzatib qo'yasiz.